Johiliyatdan avval ayol kishilarning qadri qiymati yo'q edi. Ayol kishi homilador bo'lib qolsa 9 oy azob chekardi ekan. Nimaga? Qiz tug'ib qo'ymaydi deb azob chekardi ekan. Ota borib qurbonlarni but sanamlarga so'yardi ekan, qiz berib qo'ymadi. Chunki qiz bu ofat, bu balo bu derdi ekan. Qiz farzand ko'rishlik Rasululloh kelgungacha bir balo bo'lgan ekan, uyat bo'lgan ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlikni olib keldilar. Otalarga nima dedi? Qizlarini tiriklayin ko'mayotgan otalarga. Qiz ko'rishlik uyat, bu balo, bu ofat degan otalarga nima dedi? Qiz balo, ofat emas. Bu qiz seni qiyomat kunida Allohning jahannamidan to'sadigan bir parda dedi. Voyaga yetib turmushga uzatilgan paytida mana shu ayol seni iymoningni yarmini mukammal qilguvchi zot dedi. U farzandli bo'lib ona bo'lgan paytda farzandlariga aytdi: "Mana shu ona seni jannatingning kaliti, jannat onalar oyog'ini ostida" dedi. Mana shu qadriyatni olib keldi. Ota-onasini rozi qilmagandan Alloh rozi bo'lmaydi degan qadriyatni din olib keldi. Agar Rasululloh bu joylarda, sahobalar bu joylarda din uchun fidoyi bo'lmaganda, bizlar ham hozir qizlarimizni yerga ko'mayotgan, ayollarning qadriyati bilinmayotgan, yetimlarning mol-mulki talon-taroj qilinayotgan, kambag'allardan boylar xabar olmayotgan, zakot berilmayotgan bo'lar. Mana shu qadriyatni ular olib keldi. Mana shuning uchun jon fido qilishdi. Mana shu insonlarga biz butun umr qarzdormiz. Mana shu insonlarning haqlariga duo qilishligimizga biz majburmiz. Va Robbimizdan mana shunday Rasulullohga fidoyi bo'ladigan oshiqlarni zurriyotimizdan chiqarishini Alloh taolodan so'rashligimiz.